Tez bo'shanishni asosiy sabablarini sizga sanab o'taman. Birinchi sababi jinsiy olatni sezgirligi yuqori bo'ladi. Aynan siz uchun olyapman bu videoni. Jinsiy olat sezgirligi yuqori bo'lsa, siz tez bo'shanib qo'yasiz. Bu haqiqatda sezgirlik yuqori bo'lganligi uchun tez bo'shanyapsizmi? Buni aniqlashingiz kerak, to'g'rimi? Aniqlashning bitta yo'li bor. Soft spray olasiz. Jinsiy aloqadan yarim soat avval jinsiy olatning boshiga 4 marta sepasiz. 4 marta sepganingizdan keyin yarim soat o'tkazdirasiz va jinsiy olatni vlajniy salfetka bilan artib tashlab turib, keyin jinsiy aloqa qilasiz. Agar shunda jinsiy aloqa vaqti avval aytaylik sizda 2 minut edi, 10 minutga cho'zildi yo 8 minutga cho'zildi. Bunda sabab demak sizda sezuvchanlik. Doim sprey bilan yashaymanmi degan savol bo'ladi sizda. Yo'q. Spreysiz jinsiy aloqani uzoq qilmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilasiz. Nervlarda sezgirligini normaga keltiruvchi amaliyotni sizga qilib beramiz. Ikkinchisi, serotonin bilan bog'liq bo'lgan muammo bor. Bu sinapslarda yuzaga keladi. Men buni sizga sodda qilib tushuntiraman. Sprey sepib ko'rdingiz, sizga foyda bermadi. Demak, sizda serotonin bilan bog'liq muammo bor. Bu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Dapaksitin degan dori topasiz. Bu dorini ozgina topish qiyin, lekin topib jinsiy aloqadan 1 soat avval ichasiz. Shunda sizda jinsiy aloqa vaqti cho'zilsa, xohlagan darajangizda cho'zilsa, demak sizda serotonin bilan bog'liq muammo bor. Buni yechimi uchun dorisiz jinsiy aloqani butun umrga amalga oshirish uchun bizni qabulimizga kelasiz, tekshiruvlardan o'tasiz, licheniyani yozib beramiz. Bundan ham xalos bo'lasiz. Ikkalasida ham foyda bermadi. Demak, sizda moslashmagan jinsiy olat bor. Bunda jinsiy olatni moslashtirish terapiyasi bor. Sun'iy qindan foydalanish. Buni texnikalari bor. Buni sizga to'liq tushuntirib beramiz. Buning uchun ham qabulga kelasiz. To'rtinchisi, jinsiy olat qattiq turmasa, tez bo'shanasiz. Buni qattiq turishini ta'minlash uchun siz aptekadan Tadalafil 5 mg tabletkasini olasiz. 1 oy davomida uxlashdan 1 soat avval qabul qilasiz. Shunda sizda jinsiy aloqa vaqti cho'zilsa, demak sizda qattiq turmaganlik uchun tez bo'shanish bor edi. Siz qattiq turishini ta'minladingiz. Buni dorisiz butun umr dorisiz uzoq jinsiy aloqa qilaman desangiz, bu tadalafildan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, jinsiy a'zodagi jinsiy zaiflikni yo'qotuvchi licheniyalarni olishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun qabulga kelasiz. Va oxirgisi, sizda avval jinsiy aloqa zo'r bo'lgan, shu yaqin yillarda yoki yaqin oylardan buyon tez bo'shanish boshlandi. Buni sabablari infeksiyalar bo'lib, buning uchun qabulga kelasiz. Qaysi infeksiyalar borligini aniqlaymiz, unga licheniyalarni yozib beramiz va ichib qabul qilib jinsiy aloqani uzoq bo'lishiga erishasiz. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Biz sizga shaxsiy xabardan licheniya yozib bermaymiz. Faqatgina manzil olib, manzillar bo'yicha savollar berib, qabulimizga kelib shifo topishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'linglar.